hozir obedgacha hamma yoni generalni уборка qilib, mantila ham qilib bersam uydagilarga bugun maza qilsin. Kim yozyapti endi shu paytda? Qarindoshlar gruppasidan 5 minut gaplashib ola qolay, keyin qilib tashlayman ishlarimni. Voy, hozir tez mantini qilsam, keyin kirlarni yuvib tashlasam, pilisoslab yana kim yozyapti endi? Voy, baluga yig'ilishmoqchi o'yla, piyoz yevorimni olmay yeyman deb. Men ham boraman, ertaga boraylik-di. Hozir bugun endi ishlarim ko'p. Ish o'lgur hech tugamaydi. Sizlarda ham shunaqami? Voy, kim yozib qoldi endi shu paytda? Voy, ishim tiqilib yotganda, ishdan qoldiradi shular ham. Mayli, 5 minut dam ola qolay, hozir kirni aylantirib qo'ysam. Voy, bellarim og'rib ketdi. Birpas dam olishga haqqim bordir-a. Hozir kirlarni aylantirib qo'yib, keyin pilisos qilib tashlayman. 5 minut yozishib olay. Birpas telefon ko'rib olay. Zo'r yengilliklar kelib qopti, ha. Jinni deyishlar qo'ymaydi-da yig'laylik deb.